كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان. 728. hadis. Bu olacak inşallah. Ahirci hadis şu bölümde. Anas ayta anna Resulullah Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ata Mina fa atal cemrata faramah. Bu hacda Mina'ya geldi. Son taş atan yeri gelip şundan taşını da attı. Summa ata manzilahu bi Mina. Qaytarak şu Mina'da o'zi to'xtagan yeri var. Taş atan yeri başka, Mina'da to'xtagan yeri başka. Şu yerine qaytib gelip to'xtadi. Va nahara va qurbanini da so'ydi. Summa qala lil hallaqi, so'ng bosh yurgan odamga aytdi. Xuz va ashara ila janibihi aymani. Ha boshda deb aytdi va shunday etib o'ramni ko'rsatdi. O'ng yog'idan tava tuqqanini yo'l deb aytdi. Summal aysara, so'ng sol yog'iga. Farq mahfirat insan etemiz şu sunnan. Aşağı. Farq mahfirat bu. Şöyle. Summa ja'ala yu'tihin nas. So'ng o'zini tuqlarin adamlarga ulashma boshlaydi. Payg'ambarning tuqlari. Başka rivayette ayta navalal hallaqu shiqqahul ayman fa halaqahu. Baş dünyadan yağın yürüyen zamanla summa da'a Aba Talha al-Ansari. Aba Talha al-Ansari degan ashabani Anas bin Malik deb biz her zaman eskerigen gitçiliği peygamberge qulluq etkenligi. Şunu Anas'ın eri bol Anas. Anas Aba Talha. Şunu çakırıp o'zgar Allah razı bo'ldi. O'ng yoqdagi tuqlarning barisini shoir berib qo'ydi. Summa nawalahu shaqqal aysar. So'ng o sol yog'ini tuqlarni olib ayricha va qala ihliq qilib yoqni yurdi deb aytdi. Halaqahu sol yog'ini yurdi fa a'tahu Aba Talha. Qaytib shu sol yog'ini tuqqanida Aba Talhaga berdi. Fa qala so'ng o'g'ir aytdi. İqsimuhu baynan nas. Şunu adamlara payla deb aytdi, ulesh deb aytdi. İstihbabul bud bi yaminil mahluq. Hali bundan anlaşıldı. Hali Hanaf cumhur kovusu alimler aytgan, hali varin içitemsen adam to'xtaganni adamni o'ng yog'i varin yurmak bo'lsin. Abu Hanifa'nın mazhabında sen içitegen adam var. Sağa niyap o'ng yoq bo'lsa, sağa ayta o yoqdan gitchekmege sunnatdir. Sağa qolchaysa o adamni sol yog'i bo'ladi. Bizim mazhabda da kovusu alimlar aytgani seni zavisti demek şu adam şunu o'ng yog'in başını şundan taba sunnatdir. Son Resulullah tuqların uleşmakni ma'nası o'zini barakati o'zi o'lgan so'ngna adamlarning arasida qolsin. Alaysa ne ma'nasi bo'ridagi bu Resulullah tuqların uleşmakni ma'nasi. Bu yalnız tuqlari bilan tug'il, payg'ambarning asarlari bilan barida asari bilan asar deb aytib payg'ambardan qolgan zot bo'lsa şunu bilan barakat almayarak o'zini razuluna, hatta o'zini avliyolar etmaydi. Tek payg'ambarning tuqlari yemik, boshqa odamning tuqlarini olib barakat uchun odamlarga ulashmaga yaramaydi. Turqa Rasululloh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Şu hadisler anlattı bizga, Tonya hakkında. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.